Nihoyat bugun ko'pchilik so'ragan o'sha qoplanishdan qilinadigan ovqatni tayyorlayman bugun. Ikkita qoplanch, yog' keri, chesnok, qalampir и tomat. Chesnokni tozalab olaman. Keyin qalampirni kesib olamiz. Qalampirni qizili bo'lganda, kichkina qizili bo'ladi-da. O'sha bo'lganda yana ham achchiqroq chiqardi, lekin yo'q ekanda. Shunga shunisini oldim. Keyin bu ham achchiq deb berdi. Ko'ramiz endi. Chesnok bilan qalampirni kesib oldim. Endi ularni qovuramiz. Yog' o'sha solganman. Ozroq suv qo'shib yuboramiz. Mana chesnok, qalampir, suv, tomatni solib, mana shunaqa qilib ustini yopib qo'yaman. Qaynash kerak ozroq. Qovurilib qaynash kerak. Qoplanishni tayyorlash uchun suv qo'yib qo'yaman. Buni obishni tayyorlaymiz, qaynagan suvga. Pripravasini ham solamiz ichiga. Tayyor bo'lishini kutamiz buni. Mana bu sous holatiga kelish kerak-da. Pashta bo'lib qoldi, tayyor bo'lib qoldi bu sousi. Mana buni endi sal pishgandan keyin sousga sovuramiz hozir. Suv bilan birga solmaymiz o'rtoqlar. Faqat lapshasini solamiz. Lapshasi ham slishkim pishib ketmasligi kerak, sal qattiqroq bo'lib turishi kerak. Aralashtiramiz endi. Ozroq mana shu sous bilan birga qovurib olamiz buni. Mana tayyor bo'ldi. Endi idishga solib yesa ham bo'ladi. Ko'ramiz, ta'mi qanaqa chiqqan. O'tgan safar qilganimda yaxshi chiqqandi lekin. Aytgancha suvini tashlab yubormayman. Sizlar ham tashlab yubormasdan ichsanglar bo'ladi. Men bunga ozroq uksus bilan ozgina olmali uksus bu. Soya solaman. Hammasidan ham suvi o'dar. Xohlasanglar yoniga tuxum bilan sosiskami, kolbasa qovurib olsanglar bo'ladi. Men shu turishiyman. Chunki ko'pgina qildim. Achchiqqina chiqibdi. Uncha achchiq chiqmasa kerak deb o'ylagandim. Ammo qalampir ko'zimga achchiq ko'rinmadi. Lekin zo'r chiqibdi. Ta'mi zo'r.
Ko'k piyoz bilan zo'r ketadi. Dash chesnoklari ham mazali, yarimchala pishgan.